Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. 100% natija olgan retseptimni sizlarga taqdim etaman. Dunyoning qaysi markazida bo'lmang, ko'p qavatli uylarda yashasangiz ham sveji qaymoqni endi o'zingiz tayyorlay olasiz. Aslida turli xil sut bo'laveradi, ammo menda natija yanayam yaxshi bo'lishi uchun damashni yog'i olinmagan sut va unga sariyog'larimizni sovuq holatida qo'shib barobar eritamiz. E'tibor bersangiz, sutimiz ham sovuq, sariyog'imiz ham sovuq bo'lgan holatida birlikda o'chog'imizga qo'yamiz, ya'ni gazimizga qo'yamiz. Eng e'tiborli joyi, sariyog'imiz erigandan keyin chetlari puzirki bo'ladi, ya'ni qaynatmasdan o'chiramiz gazni va 10 daqiqa to'xtovsiz blender qilamiz. Men bankaga solib qilmoqchi edim. Blender qilganda hajmi ko'tarilgani uchun banka biroz kichiklik qildi va boshqa idishga olib davom ettirdim. Blender yo'qlar mikserda ham bo'laveradi. 2 daqiqa ko'proq mikser qilsangiz yetarli bo'ladi. Blender qilayotganda urib qilishimiz kerakki, sutga masla sariyog' ya'ni aralashib bir xil massa bo'lib ketishi kerak. Tayyor massamizni, ya'ni bo'lajak qaymog'imizni bankaga qo'yib, xona haroratida sovutib olamiz. Taxminan yarim soat, 1 soat ketadi. Undan keyin bir kechaga xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Xolodilnikdan chiqqandagi holat bu. Mana ko'rib turibsiz, tepasi qo'yiq, qaymoqni ko'rinishi turibdi. Massamizni ozayib qolganning sababi kecha sovutishga qo'yganimda kichkintoyimiz sut deb ichib qo'yibdi. Shundoq ham qaymog'imiz tayyor bo'ldi. Faqatgina tepasi juda ham qo'yiq, pasti undan ko'ra suyuq bo'lgani uchun bir xil massa qilib bo'ldim va 1 daqiqagina mikser qilib. Barcha videolarimda deyarli juda ham yaxshi kommentariyalar yozishadi. Lekin ba'zida uchratib qolamanki, izohlarda yolg'on retseptni nimaga beryapsiz degan ma'noda. Yo'q azizlarim, yolg'on xarakterni juda ham yomon ko'raman. Nimaiki ko'rsatayotgan bo'lsam, barcha videolarimda asosiy jarayonlarni qoldirmay sizlarga taqdim etyapman. Qaymog'imiz juda ham mashalloh barakali chiqib, 1 litr hamda yana 2 ta kichkina idishchaga chiqdi. Jaydari qilib aytadigan bo'lsam, sut sog'ib, separator qilingan qaymoqni birga bir o'zi. Mazasi ham, ko'rinishi ham. Albatta sizlarga tavsiya qilardimki, aynan shu retsept bilan tayyorlab ko'rishingizni va izohlarda albatta natijasini yozib, menga duo qilishingizni xohlab qolardim. Video sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta obuna bo'lib, like bosib ko'rsangiz minnatdor bo'laman, hamda ushbu videoni yaqinlaringizga yuborib, ular ham foydalanib qolsa, sizlar uchun xursand bo'laman. Bu qaymoqni shunchaki nonga botirib, kichkintoyimga o'xshab yesangiz ham bo'ladi, yoki pishiriq uchun ishlatsangiz, yana ko'proq mikser qilsangiz qalin va qo'yiqlashadi.